Sizlar ham mana shu matohi menga o'xshab qimmat bo'lsa kerak deb yuruvmidinglar. Muhammadga elektron samokat olgani Eko bozor Beruniy 29-do'konga keldim. Qolgan barcha narsalarga ham zo'r skidkalar e'lon qilishibdi. Ketdi. Yaqinda farzandlarimga polni miyasi zo'r rivojlanishi uchun shunaqa taxtali, logopedический o'yinchoqlar olib berganman. Bu yerda assortiment juda ham katta ekan. Undan tashqari do'konda barcha o'yinchoqlarga 10% skidka e'lon qilishibdi. Agar farzandingizga shu krossovkani olib bersanglar, sizlar bilan прогулkaga chiqqanda aniq oyog'im og'rib ketdi demaydi. Chunki tagida o'zini baloni bor. Qizlar bu skidkada 280 ming so'm, oddiy krossovkani ham pul emas-da. Razmeri 31 dan 40 gacha. Boya aytganimdek kirib chiqadigan mana bu rolik 900 ming sotilgan, skidkada 500 ming so'm. Muhammadning orzusi bo'lgan samokat 2,5 million so'mdan boshlanar ekan qizlar. Anuni QR kod urib o'tsanglar ham bir oyda bundan ko'p pul ishlatib qo'yasizlar. Bitta mashina Muhammadga olib bersam, men chiqarsam bo'ladi. O'zi do'konda narxlar arzon ekan. Yana skidka e'lon qilishdi. Masalan, shu qo'limdagi Gentratiga 52 ming so'm. Meni yoshligimdagi orzu bo'lgan roliklarni atigi 220 ming so'mga xolasanglar o'g'linglarga, xolasanglar qizinglarga olib bersanglar bo'ladi. Xolasanglar shunaqa korobочный brendовый yaxshi roliklar ham bor, ular ham yaxshi, no bundan ham yaxshi. Qo'l oyoqga shunaqa zashtalar ham chiqadi, narxi atiga 399 ming so'm. Voy, bu uchayotgan samokatim 110 skoroskiy chiqar ekan. Qizlar niyat qildim, shahar butunlay probka bo'lganda mana shu samokatdan olib topa olagan bemalol borib kelaman. Mani даже raketdagi balkonimda ham basseyn turadi. Shunaqa Intex'ga 1 metrligini narxi 59 ming so'mdan boshlanadi. 4 metrgacha bor. Bemalol uchastkalarga qo'yib qo'yib, bolalarni maza qilib cho'milishini tomosha qilsanglar bo'ladi. Do'kondan qizinglarga qo'g'irchoqdan tortib, kosmetika naborlarigacha ham topsanglar bo'ladi. Do'kon yangi bo'lgani uchun hali akkauntga hamma narsani rasmi joylanmagan, lekin assortiment juda ham katta. Bemalol kelib xarid qilsanglar yoki dastavka qildirsanglar ham bo'ladi.